Rossiyada patent olish uchun rus tili imtihoniga kirgan vaqtingizda do'stlar savol beriladi. Bu savollar qog'ozga yozilgan bo'ladi. Videolarni ishlashda savol tushgan bizga Rossiyani bayrog'i qaysi degan savol bor. Keyin Rossiyani gerbi qaysi degan savol bor. Videoda ishlagan vaqtimizda Rossiyani bayrog'i o'sha oq, ko'k, qizil deganni belgilaganmiz. Gerb qizil ichida qushni timsoli bor. O'shani belgilaganmiz. Do'stlar, bugun imtihonga borib kelgan bitta bola aytdi, Rossiyani bayrog'ini noto'g'ri belgilabdi. Buning sababi unga berilgan rus tili o'sha imtihon qog'ozi kserokopiyadan chiqarilgan ekan. Ya'ni chorni-beli. Rang ko'rinmaydi, faqat oq-qora. Do'stlar, ekranda ko'rib turganingiz mana rasmga tushirib olib ketdi. Xuddi mana shu shaklda chiqadi bu savol. Ya'ni Rossiyani bayrog'ini belgila deganda do'stlar, bu yerda qizil, ko'k, oq, qani deb chalg'imanglar do'stlar. Mana Rossiyani bayrog'i bo'ladi. Adashib ketmaysizlar. Men bu tagidagini belgilab qo'ymaysizlar do'stlar. Chorni belida bo'lgani uchun shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Qizil, ko'k rang yo'q bu joyda deb chalg'imaysizlar. Gerb ham do'stlar mana xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu Rossiyani gerbi. Qizil rang qani deb qizilni qidirmaymiz. Chorni-belidan chiqarilgan qog'oz bo'lsa, shu shaklda bo'ladi. Do'stlar, aytmoqchi bo'lganim shu edi. Hammaga rahmat.